narxi. Elekka bera olmayman. Necha bo'lsa bera olasiz. Men olmasam shahdan birorta olsin aka. Ishingiz hal bo'lib ketsin. Bitta men olaman degan joyi yo'q bu yerda. Bozor hammaniki. Shunday. Dehqonlar uchun ochildimi shu bozor? Aka, siz men buncha bo'lsa bera olaman oxiridan kimdir shuncha bo'lsa ola olsa, ishingiz hal bo'lsa, menga pullaringiz kerak emas. Chin dildan, ko'ngildan u. Men roziman bu narsaga. Ko'p ko'rsatamiz. Ko'p kuzatsangiz ayting, men shuncha bo'lsa bera olaman deng aka. Oxiri shuncha deng. 65 undan kam bera 60, 65. 5 ham bor. 65. 60 ham deb ko'raylik, ikkovimiz bir bo'lib. 65 bo'lsa mayli. Ya qiyin olmaydi, 65 ga olmaydi aka. Endi to'g'ri 80 ga olgansiz. Iloj yo'qda 2010 Lacet'ni. Qiyin endi u pullar aka, 65 lar endi Lacet'ni. Sal Sinat. endi jentra bera olmanda endi to'g'risi. 2016. Yo, noinsof hisoblamayman. Lekin hamma narsani Lak bosgan. tarozisini O'zga bilmayman, lakini bilmayman lekin. Lak tushunmayman. tarozini bir xil ushlash kerak-da. Qaysidir tomon toshni og'ir qilib, bir tomoniga yengil qilib ko'tarib yuborish ham to'g'ri kelmaydi-da. Boshqa yaxshi. Mashina yaxshi, nomard emas. Bo'ladi. Nomard mashina emas. Misol, hamma joyi yechilgan lekin. Yechilmagan detal qolmagan, yechib qaytadan qo'yilavergan. Vakuum bo'lgan, boshqa narsa bo'lgan, zazor qochgan. Endi 2010, hozir 2026, 16 yil o'tib ketdi-da. Bo'ladi 16 yildan beri. Lekin mana bu ichki tomoni motorxona, ichi borki, qozonxona. Zo'r tomoni pechati bilan turibdi. Bu degani oldidan ular yemagan mashina umuman. Yegan chaqa chiqaman. Misol, mana bu narsa nima bo'laman? Nima mana qo'l ishlov, mana mehnat. Mana. Mana shafshasidan tekkan, sekingina, aniq narsa, mana kraska singan sal-sal. Keyin qo'l bilan tekkazib, rektopga qilib to'g'rilab qo'yibdi. Oddiy narsa-da. Strashli narsa bo'lmagan. Endi hamma joyga qarasangiz bo'ladi shunday. Endi 2016 yildan beri hech kim zo'r haydayman deb katta keta olmaydi. Men o'zim to'ra bo'lib mashina olganimga hali arqa buferini hamma narsasini tushirib keldim bir maydanakka borib. Bo'ladi-da. 65 bo'lsa 60 ham deb aytib ko'raylik. Ismingiz nima edi aka? Tolib. Tolib aka. 60 million deb aytib ko'raylik. Kimgadir ma'qul kelsa, menga puli kerak emas, olgandan ham sotgandan ham. Ishingiz hal bo'lsin. Men kraska ko'rib bergan hamma narsamga men roziman, sidqi dildan. Hech bo'lmasa bir 60 deb ko'raylik akajon. Tolib aka, sal bir o'xshashroq bo'ladi, sal o'xshashroq bo'ladi. 65 dedi. 60 ham yo'q, 60 ham deb aytib ko'raylik, pulingiz kerak emas. Men olmayman 60 ga. Aytib ko'raylik, kimdir olmoqchi bo'lsa, olsin aka. Ishingiz hal bo'lsin, Tolib aka. Aytib qo'ying. Ha? Balki mashinalar bo'lsa. Xo'p, akalar ko'ringlar, 2010 Lacet'ni paroklari ishlov berilgan. Endi yomg'ir yog'ib turibdi, balki eshiklarga ham ishlov berilgandir. Lekin hamma detal yechilgan ekan. Kuzib o'ziniki, ya'ni kuzibga ketib qolmanglar. Kapotxona, motorxona ichlari pechati bilan turibdi. 2010 Lacet'ni 60 million bo'lsa beraman deyaptilar aka. Yurgani 3 kurik, ha? Ko'ringlar kimgadir ma'qul kerak bo'lsa. Lacet'ni 1.8. Tolib aka? Tolib aka. Mana aytdim. Aka, xohlasangiz do'st sifatida aytaman. Instagramga nomeringizni ham qo'yib beraman. Bu yerga misol 50 kishi, 100 kishi ko'rsa, Instagramdan 50 ming, 100 ming kishi, million kishi ko'radi. Qaysi viloyatdagi balkim to'g'ri kelib qolsa, telefon qilib oladi sizdan. Ishingiz hal bo'lsin. Qo'yib beraman nomeringiz bilan Instagramga. Ayting nomeringizni. 91. Necha? 91. 91